Birinchi mavzudan boshlaymiz. Annyeonghaseyo degani assalomu alaykum degani, to'g'rimi koreys tilida? Xo'p. Mana bu yerda tepasini o'qiymiz. Har doim mana bu mashq bajarayotganinglarda ham tepasiga qaranglar, yozib qo'ygan nima bu mashqni nima qilishimiz kerakligi. Oni narasaramyeyo, almajin tanorul yongoraseyo deb yozib qo'yibdi. Inglizchasiga where are they from? Match each person with the name of a country deb yozib qo'yibdi. Ya'ni qayerlik inson va to'g'ri so'zni insonlar bilan mana shu to'g'ri bayroqlari bilan moslab chiqing deb aytyapti. Xo'p, bu yerda ko'rsanglar Xitoy bor. Bu koreys tilida Chunguk, Ilbon, Miguk, Hanguk, Fransi, Togil, Uju, Yonguk. Ya'ni davlat nomlarini koreys tilida aytilishi. Xitoyni Chunguk deb aytishadi, Ilbon, Yaponiya. Bilmaydiganlaringlar bo'lsa yozasizlar. Bitta lug'at daftari ochasizlar, yozasizlar ma'nolari bilan. Chunguk, Ilbon, ya'ni Xitoy, Yaponiya, Miguk, Amerika. Hanguk, buni eshitgansizlar menimcha Koreyani o'zi. Fransiya aytilishidan ham ozgina yaqin turibdi, to'g'rimi? Fransiyaga. Togil, Germaniya. Huju, Avstraliya. Yonguk, Angliya. Bayrog'i bilan nima qilib belgilab qo'yibdi Angliyani, to'g'rimi? O'zi bog'lab qo'yibdi mana. Xo'p. Shu vaqtda bitta narsani aytib ketaman. Mana shu darsni eshitayotganinglarda darsni eshitishga e'tibor qaratinglar va dars eshitayotganinglarda ruchka daftar bilan eshitinglar. Nimaga? Misol uchun, ruchka bilan daftar olinglarda qo'lingizga. Men gapirib ketyapman, to'g'rimi? Nimadir aytib ketsam, yozib ketinglar. O'zingizlarga muhim deb topgan joyinglarni, misol uchun muhim deb topgan joyinglarni baribir bu dars yozib qo'yilgan, yana qayta ko'rib olishinglar mumkin, lekin muhim deb o'ylagan joylarni yozib qo'ysanglar, miyanglarda o'zgarish bo'ladiki, yozgan narsanglarni 50% eslab qolasizlar. Agar shunchaki eshitib o'tirsanglar, bu narsa necha foiz? 30%. Yozsanglar 50% ga oshadi o'sha narsa. Demak, bir narsani men har doim nima qilaman, biron bir narsa o'rganayotganda, men ham kurs sotib olib o'rganaman boshqa narsalarni, lekin o'rganayotganda har doim yozib o'tiraman kerakli joylarini. O'shanda qilsam tezroq o'rganaman. O'shaning uchun sizlar ham o'rganayotgan vaqtinglarda nimani yozib o'tiringlar har doim. O'zingizlarga muhim deb topgan bir narsani aytdim, mana shu joyini bilsak yaxshi bo'lardi deb o'ylagan joylarni shuni yozib qo'yasizlar. Shuning uchun har doim daftar ruchka bilan o'tirasizlar. Inglizchaga note taking deydi, ya'ni o'zingizlar uchun qayd qilib olish uchun, ya'ni kerakli joylarni yozib olish uchun. Esingizlardan, chunki dars eshitib bo'ldinglar, dars yana qayta eshitishinglar mumkin, lekin qayd qilib qo'ygan joylarga buni qarab chiqsanglar, уже anaqa qilib qo'ygansizlar-da, bu yoqda sizlar nima deydi, o'rgangan narsanglarni sortirovka deydi, shunchaki anaqa bitta anaqaga, nima deydi, daftarga уже juda ham chiroyli qilib yozib qo'ygansizlar, birdan tushuna olasizlar-da, ertaga bu narsani qaytarmoqchi bo'lsanglar ham, takrorlash bo'lsa ham, bundoq qarab, ha bo'ldi, mana bu narsa ekan deb tushuna olasizlar. O'shaning uchun va eslab qolishinglar ham oshadi yozganinglarda. Ayniqsa qo'linglar bilan yozganinglarda, bu aytganda 50% eslab qola olasizlar. Bu narsa isbotlangan narsa. Xo'p. Mana bu yerda yana Pinkane almajin tanorilsiseyo deb yozgan koreychasiga. Pinkane almajin tanorilsiseyo. Pinkan degani bo'sh o'ringa to'g'ri so'zni yozing deyapti. Endi qaranglar, men buni o'qituvchi, to'g'rimi? Rasmdan qarasanglar, Sonsing name deb yozib qo'yibdi. Bu kim? Ishchi, Hesabon deb yozib qo'yibdi, to'g'rimi? Hesabon bo'ladi bu. Mana buchi, bundoq qarasanglar, reportyor, qo'lida kamera turibdi. Bu kija deyiladi. Reportyor degani, jurnalist degani o'zimiz o'zbek tilida. Mana bu qiz bo'lsa shifokor, to'g'rimi? Buni biz nima deymiz? Isa deymiz. Doktor, shifokor degani Isa. Mana bu qo'shiq aytyapti. Buni kasu deymiz, ya'ni artist. Mana bu qiz dars qilayotganga o'xshayapti. Buni biz nima deymiz? Bu qizni biz mana bu yerda so'zlardan haksang deymiz. O'quvchi. Mana bu odam ovqat qilyapti. Yorisa, oshpaz degan. Harbiy, to'g'rimi? Kunin degani. Ya'ni bilmaydigan so'zinglar bo'lsa, boyagi lug'at daftaringlarni alohida ochib, lug'at daftaringlarga so'zni yozib, koreyscha yozilishini va oldidan o'zbekcha ma'nosini yozib qo'yasizlar. Xo'p, insammal. Insammal degani ko'rishish. Annyeonghaseyo,
안녕하세요. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 만나서 반가워요. tanishganimdan xursandman. 반가워요. xursandman deyapti. Xo'p. 안녕히 계세요 degani yaxshi qoling degan. To'g'rimi? 안녕히 가세요. Yaxshi boring. Bu narsani menimcha ko'pchiliginglar bilasizlar. Endi bilmaydiganlar bo'lsa, demak ma'nosini aytib o'tdim. Xo'p, in, yeyo, yeyo degan grammatika bor koreys tilida. Bu grammatikani nima desanglar, o'zbek tiliga ma'nosi yo'q. Bu grammatikani, lekin yeyo degani shunchaki gapni tugallash uchun ishlatiladi. Misol uchun, mana buni o'qib ko'ramiz. Demak, hozir videoni to'xtatasizda, mana yozib qo'yilgan bu dars, to'g'rimi? Videoni to'xtatish tugmasini bosib, mana bu chonin yujineyo degan joyini o'zingizni tilingiz bilan, og'zingiz bilan o'qib ko'ring. Xo'p, demak o'qib ko'rdingiz deb hisoblayman. Demak, chonin yujineyo. To'g'rimi? Iyeyo degan qo'shimcha qo'shildi Yujindan keyin. Men Yujinman deb aytyapti. Endi bundoq qaraymiz. Iyeyo qo'shimchasini qo'shmasak, chonin Yujin bo'lib qolsa, gap tugallanmagan bo'ladi, grammatik noto'g'ri tuzilgan bo'ladi. Nega? Chunki boya aytgandek, iyeyo, yeyo gapni tugallash uchun ishlatiladi. Agar bu narsani tashlab ketsanglar, gap tugallanmagan bo'lib qoladi. Men Yujinman deb tugallab gap aytilishi kerak. Xo'p. O'zbek tiliga отдельный, ya'ni alohida bir ma'nosi yo'q dedik. Chonin Yujin iyeyo. Nimaga endi iyeyo bir xil vaqtda qo'shiladi-da, bir xil vaqtda yeyo qo'shimchasi qo'shiladi? Xo'p, koreys tilida patchim degan narsa bor, to'g'rimi? Ba'zi birlar bilar bu narsani, ba'zi birlar bilmaydi. Tushuntirib o'taman. Patchim degani mana bu pastida harf tushib qolgan. E'tibor bersanglar, Yujin deganda mana bu N harfi 3-harf bu pastga tushib ketgan harflar bor-ku, o'sha pastga tushib ketgan harflari bo'lsa, patchim bor deb aytamiz. O'sha narsani biz patchim deymiz, ya'ni pastga tushib qolgan harf va pastga tushib qolgan harfi bo'lsa, patchim bor deyiladi. Agar pastga tushib qolgan harfi bo'lmasa, patchim yo'q deb aytiladi. Misol uchun, mana bu yerda nanada pastga hech qanaqangi harf tushib qolmagan, to'g'rimi? Mana bu yerda k mi, n harfimi, ng harfimi tushib qolmagan. O'shaning uchun bu yerda patchim yo'q. Lekin mana bu yerga qaranglar, saram deganda iye yoqib qo'yibdi. Mana bu m harfi pastga tushgan, to'g'rimi? R a keyin m harfi pastga tushgan. Demak, buni patchim bor deb aytiladi. Har bitta grammatika o'tayotganimizda patchim bilishinglar muhimki, nimaga desanglar, patchim bor yoki yo'qligiga qarab yoki boshqa qo'shimcha qo'shiladi. Ko'p grammatikalar ayniqsa patchimga e'tibor beriladi. Bu hozir bittasini o'tyapmiz. Sizlar bilan yana boshqa grammatikalar ham patchimga qarab qo'shimchasi o'zgaradi, qo'shiladigan qo'shimchasi. Patchim yo'q bo'lsa, x qo'yibdi, nin qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni chonin deb o'tib ketgan, to'g'rimi? Patchim yo'qligi uchun nin qo'shimchasi qo'shilgan. Patchim bor bo'lsa, in qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun, bu yerga qarasanglar, mana Steven, mana patchim bor, to'g'rimi? Pastiga harf tushib qoldi, n harfi tushib qoldi mana. Steven in deb in harfini qo'shgan. Nega? Chunki patchimi bor, pastiga tushib qolgan harfi borligi uchun in, agar harfi tushib qolmagan, mana choda tushib qolmagan, nin qo'shimchasi qo'shildi. Xuddi shunaqa yeyoda patchimi yo'q, ya'ni harfi tushib qolmagan bo'lsa yeyo, patchimi bor bo'lsa iyeyo qo'shimchasi qo'shiladi. Endi mana buni bitta-bitta o'qib ko'ramiz. Birinchi siz o'qib ko'ring. Mana bundan boshlab o'qiysiz. Chonin Yujin yeyo deganini siz birinchi o'qib ko'ring. O'qib bo'ldingiz. Chonin Yujin yeyo. To'g'rimi? Men Yujinman deb aytdi. Xo'p, pastdagini o'qib ko'ring. Mana bu joyni o'qib ko'rdingiz. Steven'in mi국 saram iyeyo. Ya'ni Steven amerikalik deyapti. Amerikalik inson deyapti. To'g'rimi? In qo'shimchasi nega qo'shildi? Patchim borligi uchun in qo'shildi va iyeyo nega qo'shildi? Saramda patchim bor edi, o'shaning uchun iyeyo qo'shimchasi qo'shildi. Endi mana buni o'qib ko'ring. O'qib bo'ldingiz.
저는 나나예요. Men 나나만. 예요 qo'shimchasi. Nega yeyo qo'shimchasi qo'shildi? Chunki pastiga harf tushib qolmagan. To'g'rimi? O'shaning uchun patchim yo'q deb hisoblab yeyo qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Agar patchim, ya'ni pastiga harf tushib qolmagan bo'lsa. Steven'ın 학생이에요. Nega yeyo qo'shimchasini qo'shdik? Patchim borligi uchun yeyo. Bu yerda ham nimaga in qo'shdik? Nimaga nin emas? Chunki patchim borligi uchun. Demak, mana bu narsani bilishinglar kerak. Patchim yo'q bo'lsa nin, patchim bor bo'lsa in. Patchim yo'q bo'lsa yeyo, patchim bor bo'lsa iyeyo qo'shimchasini qo'shamiz deb yodlab olasizlar. Hop. Xiaoming 씨는 중국 사람이에요? deb savol beryapti. 네, 저는 중국 사람이에요. Savol shunaqa bo'ldiki, Xiaoming, siz xitoylikmisiz dedi. 네, 저는 중국 사람이에요. Ha, men xitoylik insonman. 중국 사람, xitoylikman. Xo'p. Mana bu yerda yana ham misollar qilib keltirib qo'ygan. 저는 나나예요. men 나나man. 네, 저는 중국 사람이에요. uzr. Mana bu yerda savol bo'lgan ekan. 저는 나나예요 dedi. Men 나나man. O'zini tanishtiryapti, ya'ni to'g'rimi? 나나 씨는 중국 사람이에요? xitoylikmisiz? 나나 desa, 네, 저는 중국 사람이에요. 학생이에요. Ha, men xitoylikman. o'quvchiman deyapti. To'g'rimi? Xo'p. Bu grammatika menimcha tushunarli bo'ldi. Uni balkim biladiganlar ham bor edi. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu birinchi mavzu, birinchi darajada men bir xil dedik, ikkinchi darajaga qiynalib qoladigan insonlarni ham birinchi darajaga tushirdim. Nega? Fundament mustahkam bo'lishi kerak. Hozir bu mavzuni bildinglar, men birinchi darajani bilar ekanman deb xulosa qilishingizga juda ham erta. Bu hali endi birinchi mavzu. Hali sizlar bilan 8 ta mavzu o'tamiz. Hali ichida bilmaydiganlaringlar chiqadi. O'shaning uchun shoshilmanglar. Xo'p. Bilgan insonlarga aytaman. Mana bu yerda Nana bilan Michaelning suhbati bor ekan. Siz Nanani o'qiysiz, men Michaelni o'qiyman. Demak, Nanani o'qing. Videoni to'xtatib, Nanani o'qing. o'qib bo'ldingiz. 안녕하세요. 저는 마이클이에요. Demek sizin navbatingiz yana. o'qib bo'ldingiz. 반가워요. 나나 씨는 어느 나라 사람이에요? Siz navbatingiz. Xo'p. Demek umumiy bu narsani tarjima qilib o'tsak, 안녕하세요. 저는 나나예요. Assalomu alaykum. Men Nanaman dedi. Michael aytdiku, assalomu alaykum. Men Michaelman. 만나서 반가워요, 마이클 씨. tanishganimdan xursandman, Michael dedi. Mana shu narsani iborani bilmaydiganlar bo'lsa yodlab olinglar. Mannaso bangovoyo, koreyslar bilan ko'rishganinglarda tanishganimdan xursandman. Juda ham yaxshi ibora. Hurmat ma'nosida juda ham yaxshi qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bangovoyo, xursandman. Nana 씨는 어느 나라 사람이에요? Nana siz qayerdan kelgansiz deyapti. Qayerliksiz deyapti. 어느 나라, qaysi davlatdan kelgansiz deyapti. 저는 중국 사람이에요. Men xitoylikman deyapti. Men xitoylik insonman. Demak, tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Judayam aytaylik, kundalik hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan savol. Nimaga desanglar, biron bir joyga ishga borasizlarmi yoki o'quvchilarimiz bo'lsa, ya'ni universitetda o'qiydigan odamlar bo'lsa, borsanglar ham professoringlar so'rashi mumkin yoki koreys o'rtog'inglar yoki umuman boshqa chet elliklar so'rashi mumkin, to'g'rimi? Koreyslar aytishi mumkin. Ona nara saramiyyo deyishi mumkin. Ya'ni qayerliksiz o'zi desa, O'zbekiston so'rasi deydi ko'pchilik, to'g'rimi? Ya'ni men O'zbekistondan kelganman. Yoki O'zbek saramiyyo desanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'zbekman deb aytsanglar ham bo'ladi. Endi innida grammatikasini o'tamiz. Mana buni bir o'qib oling. Videoni to'xtating va A, B, Steven Shinen degan joydan bir o'qib olasiz. o'qib bo'ldingiz deb hisoblayman men. Siz videoni to'xtatib o'qib olasiz-da. Xo'p. 스티븐 씨는 미국 사람입니까? 네, 저는 미국 사람입니다. dedi. Bir
o'qib bo'lganingizdan keyin bir bundoq qilib taxmin qilib ko'ring. Ma'nosi nima deb o'ylaysiz shu grammatikani? Imnika, imnidani. Nima deb o'ylaysiz? Demak, taxmin qildingiz deb hisoblayman. Xo'p, bu narsa nimaga muhim? Bu sistemani ishlatyapman men hozir sizlarga. Taxmin qilganinglarda miyada bitta bu grammatikani tushuntirib berishimdan oldin birinchi taxmin qilsanglar, miyada o'zgarish bo'ladiki, bu grammatikani yanayam tezroq o'rganishga va yanayam tezroq sizlarni miyanglar harakat qiladi, tezroq o'rganishga. Demak, miyanglarda o'zgarish bo'lar ekan deb aytdim. Xo'p, mana buni ham o'qib ko'ramiz. Birinchi siz o'qib ko'ring, videoni to'xtatib. Steven 씨는 학생입니까? Steven, siz o'quvchimisiz deyapti. 네, 저는 학생입니다. men o'quvchiman deb aytdi. 학생 degani o'quvchi degani. Xo'p, imnika, imnida narsasi. Bu boya bundan oldingi mavzuda boyagina sizlar bilan iyeyo, yeyoni o'tdik, to'g'rimi? Iyeyo, yeyo bilan ma'nosi bir xil, ya'ni ma'nosi yo'q. Shunchaki gapni tugallash uchun boyagi men Yujinman degandagi gapda ishlatiladi. Ya'ni ma'nosi bu yerda ham Stevenimnida deb-ku, mana bu yerda Miguk Saramimnida o'sha. Ya'ni men amerikalik odamman, amerikalikman deb aytdi. Demak, o'zbek tiliga ma'nosi yo'q, shunchaki gapni tugallash uchun. Qo'shimcha. Iyeyo, yeyo bilan imnika, imnidan nima farqi bor deb so'rashinglar mumkin, to'g'rimi? Imnika, imnida misol uchun iyeyo, yeyo ham hurmat ma'nosida bo'lsa, buni ham misol uchun kattalarga ham ishlata olasizlar. Endi imnika, imnida juda ham rasmiy ma'nolarda. Misol uchun imnika, imnida qachon ishlatiladi desanglar, televizorlarda yangiliklar ketayotganda yoki mana shu jurnalistlar chiqib gapiradi-ku, o'shanda imnika, imnida deb gapiradi, e'tibor bergan bo'lsanglar, jurnalistlar. Judayam rasmiy bo'lgan joylarda imnika, imnida ishlatiladi. Iyeyo, yeyo ko'chada sizlar katta kishi hurmat sifatida iyeyo, yeyoni bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p. Imnika savolda ishlatiladi. Imnida shunchaki oddiy gap bo'lganda ishlatiladi. Misol uchun Steven Shinin haksen imnika bo'lsa, ya'ni o'quvchimisiz deb so'raganda imnika ishlatiladi. Javob berganda de chonin haksen imnida, ha, men o'quvchiman, imnida ishlatiladi unda. Shunchaki oddiy gap bo'lganda imnida qo'shimchasi ishlatiladi. Xo'p, chonin Chejong'u입니다. Chejong'u degani ism, koreys ism. Chonin Chejong'u입니다. Men Chejong'uman deb aytyapti. Hop, mana buni o'qib ko'ramiz. Demak, videoni to'xtatib, birinchi o'zingiz o'qib ko'ring, keyin mani o'qib ko'rganimni eshitasiz, xo'pmi? 만나서 반갑습니다. 저는 마리코입니다. tanishgandan xursandman, men Marikoman dedi, to'g'rimi? 반갑습니다, 마리코 씨. 마리코 씨는 일본 사람입니까? xursandman, Mariko. Mariko, siz yaponiyalikmisiz dedi. Ilbon degani yapon degani, yapon odamimisiz, yaponiyalikmisiz demoqchi-da endi. 저는 일본 사람입니다. Ha, men yaponiyalikman deb aytyapti. Xo'p, imnika, imnidani tushundik. Iyeyo, yeyo bilan bir xil narsa ekan. Shunchaki yana ham rasmiyroq ekan. Ya'ni televizorda chiqib yangiliklar ketayotganda yoki boshqa shunaqangi rasmiy holatlarda, juda ham rasmiy bo'lgan holatlarda imnika, imnida qo'shimchasi ishlatilar ekan. Endi iga, animnida degan narsa bor. Iga animnidani o'tamiz. Sizlar bilan xudo xolasa, iga animnida nima degani? Iga animnida degani unaqa emas. Misol uchun, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkita kishi gaplashganligi, demak, birinchi siz o'qib ko'ring. Videoni to'xtatib bir o'qib ko'ramiz. Mana bu A, B, Michael Shinin degan joydan videoni to'xtatib o'qib ko'ring. Xo'p, o'qib ko'rdingiz deb hisoblayman. Endi men o'qib beraman. Michael Shinin 미국 사람입니까? 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. 이 아닙니다 emasman deb aytyapti. Michael, siz amerikalikmisiz desa, yo'q, men amerikalik emasman deb aytyapti. I animnida, iga animnida degani emas degani, o'zbek tiliga tarjimasi bor buni. Iga animnida emas. Misol uchun bu yerda keldiki, siz amerikalikmisiz desa, 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. yo'q, men amerikalik emasman dedi. Xo'p, endi nimaga iga?
Qaysi vaqtda i ishlatiladi, qaysi vaqtda ga ishlatiladi? Misol uchun saramiyda i ishlatildi, to'g'rimi? Nimaga i ishlatildi deyishinglar mumkin. Qaysi vaqtda biz ga ishlatamiz desanglar, boya men aytdim, tushuntirib o'tgan patching, ya'ni pastiga harf tushib qolishi, tushib qolmasligi. Mana saramda m harfi tushib qoldi. Biz buni patching derdik, to'g'rimi? Harf tushib qolsa. Patching bor bo'lsa, i qo'shimchasi qo'shiladi, ya'ni saramda bo'lgani uchun i qo'shib animida qildi. Agar yo'q bo'lsa, ga qo'shiladi va animida bo'ladi. Farqi shunda. Mana bu yerga yozib qo'yibdi, to'g'rimi? Endi ye deb yozib qo'yibdi mana bu yerga, to'g'rimi? Ye harfi, ye degani koreys tilida yeshi degan narsa bor, misol degani. Bu endi shunaqa qilib sizlarga yana ham obrazets, ya'ni misol bergan. Xo'p. Bir o'zingiz o'qib ko'rasiz hammasini. Videoni to'xtatib, keyin men o'qiganlarimni eshitib ko'rasiz. 마이클 씨는 이사가 아닙니다. dedi, to'g'rimi? Ga a닙니다. Nimaga ga ishlatildi? Chunki patchim yo'qligi uchun ga a닙니다. Michael İsa nima edi? Doktor. To'g'rimi? Doktor emas dedi. 저는 학생이 아닙니다. Men o'quvchi emasman dedi. Nimaga ishlatildi? Patchim bor. E'tibor bersanglar, n harfi tushib qolganda pastga. Buni biz nima deymiz? Patchim deymiz. Patchim borligi uchun i qo'shimchasi qo'shildi. I a닙니다 bo'ldi. 한국 사람입니까? koreysmisiz desa, 아니요, 한국 사람이 아닙니다. Yo'q, koreys emasman deb aytdi. To'g'ri? Xo'p. Mana bu yerda yana gaplashilganki, videoni to'xtatib, birinchi o'zingiz o'qib ko'rasiz, keyin men ana qilganimni eshitasiz, o'qiganimni. Xo'p, o'qib ko'rdingiz deb hisoblayman. 마이클은 미국 사람입니까? 마이클 siz amerikalikmisiz desa, 아니요, 미국 사람이 아닙니다. Yo'q, amerikalik emasman. 영국 사람입니다. 영국 Angliyada, Angliyalikman debdi. 마이클은 선생님입니까? 마이클 siz o'qituvchimisiz desa, 아니요, 선생님이 아닙니다. Yo'q, o'qituvchi emasman. Nimaga i qo'shimchasi? Patchim borligi uchun. 선생님da patchim pastiga harf tushib qolgan, shuning uchun i a닙니다. Yo'q, men o'qituvchi emasman. 기자입니다. Muxbirman, jurnalistman dedi. Mana bu yerda yana suhbat bor. Michael va Kelly suhbat ekan. Xo'p. Siz Michaelni o'qiysiz, men Kellyni o'qiyman. Demak, Michaelni o'qing. 네, o'qidingiz deb hisoblayman. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까? siz navbatingiz. yaxshi. 네. 직업은 무엇입니까? yaxshi. Xo'p. Demak, o'qib bo'ldingiz deb hisoblayman. E'tibor berganingizda bu yerda shunchaki tanishuv bo'lyaptiki, ya'ni Michael va Kelly 여러분 만나서 반갑습니다. ya'ni tanishgandan xursandman. Hamma bilan deyapti. 저는 마이클입니다. men Michaelman deb o'zini tanishtiryapti. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 이 mana bu yerda o'tirgan bittasi savol beryapti. Assalomu alaykum. Michael siz amerikalikmisiz desa, 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. Yo'q, men amerikalik emasman. 영국 사람입니다. men Angliyalikman. 네, 직업은 무엇입니까? sizni kasbingiz nima? desa, 기자입니다. men muxbirman deb aytdi. Demak, tanishtiryapti, bir-birini tanishtiryapti, to'g'rimi? Siz bu yoqlikmisiz? Yo'q, men Angliyalikman. Kasbingiz nima ish qilasiz deb shunchaki kunlik hayotda bo'ladigan oddiy suhbat bo'ldi, to'g'rimi? Hop, demak, bu mavzuni sizlar bilan o'tib bo'ldik. Birinchi paragrafni tugatdik. Demak, biz har bitta mavzuda 2-3 ta ba'zi ko'pchilik vaqtda 4 ta grammatikadan o'tamiz. 4 ta grammatika bitta darsda ko'p emasmi deyishlar mumkin. Ko'p emas. Nimaga? Chunki orada pererif bor, ya'ni muddat bor. Sizlar misol uchun xudo xolasa mana seshanba kun dars tashlandi.
Sizlarda shanba kungacha buni ko'ra olasizlar. Sizlarda necha kun bor orada? Seshanbani olib tashlasam ham, chorshanba, payshanba, juma 3 kun, butun 3 kun vaqtinglar bor. Bemalol ishinglar bo'lsa ham, ishinglardan kelgan vaqtda bundoq kitobni ochib, ozgina darsni bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi. To'g'rimi? 1 soat, 2 soat vaqtingiz ketar, maksimum. Ko'p ketsa 2 soat ketadi. Til o'rganish uchun 2 soat tillik vaqtingizni ajratsangiz, xudo xohlasa kuniga zo'r bo'ladi. Demak, mana bu yerda so'zlarni ko'rib turibsiz. Ohui deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerga ohui deb yozib qo'yibdi. Ohui. Bu degani lug'at degani. Bu yerda har doim mana shu kitobda bitta mavzuni o'tib o'tganimizki, lug'atlar chiqadi. Mana bu yerda lug'atlar to'plami. Men bu kitobni bugun aytaylik shu seshanba kuni sizlarga elektron variantini tashlayman. Bu o'qituvchilar kitobi. Buni xohlasanglar mana shu so'zini ko'rib olaman desanglar, baribir men kompyuterdan ko'rsatib turaman, lekin kerak bo'lgan vaqtda xohlanglar shunchaki kitobni yana o'rganib chiqmoqchi edim desanglar, bemalol shunga elektron variantini tashlab qo'yaman. Xo'p. Tugil Saram, Germaniya. Endi bu yerda inglizcha yozilgan. Sizlar inglizchasini bilsanglar shunchaki yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar bilmasanglar o'zbekchaga tarjima qilib mana bu Kasu, Kunin, Kicha, Sunzingnim, Yorisa, Isa, Haksing, Hesoban bilan hammasi kasblar. Artist, askar, muxbir, demak bular hammasini ma'nosini yozib yodlashinglar kerak bo'ladi. Va demak, men kitobdan topshiriq beraman degandim, lekin kitobni men sizlarga shanba kunga tayyor qilinglar dedim, to'g'rimi? Bugun qanaqa topshiriq berasiz desangiz, bugun ham topshiriq bo'ladi. Topshiriq shundan iboratki, demak, ikkita kichik topshiriq beraman. Birinchisi bo'ladiki, mana bu so'zlarni yozib, bitta daftarga yozib, lug'at daftar qilasizlar, chunki hali yana yozadigan so'zlar chiqadi. Har paragrafda bor. Bitta daftarga yozasizlar-da, mana bu so'zlarni o'zbekcha ma'nosini yozasizlar oldinda. Mana Kasu artist degani, Yorisa oshpaz degani deb turib yozasizlar ma'nosini. Rasmga olib, uyga vazifalar bo'limi bor Telegram guruhda. O'sha yoqqa tashlaysizlar. Bu birinchi uyga vazifa. Ikkinchi uyga vazifa. Ikkinchi uyga vazifaki, demak, biz bugun sizlar bilan nin, yeyo bitta grammatika, imnika, imnida ikkita grammatika, iga, animnida uchta grammatika o'tdik, to'g'rimi? Shu uchta grammatikani har biriga 5 tadan gap tuzib kelasizlar. Bu gap uzun gap bo'lishi shart emas. Sizlar boshlanish darajasizlar. 5 ta gap desam, hayron qolib, ko'p ekan-ku deyishinglar shart emas. Juda ham oson. Qanaqa? Mana men bu yerda bergan, to'g'rimi? Chonin Yujiniyo, Miguk Saramiyo, Hakseniyo deb bergan. Xuddi shunaqa yeyoga 5 ta gap. Oddiy. 5 ta gap tuzib kelasizlar boshlang'ich daraja. Mana sizlarni mana shu gaplarga o'xshab, imminni endi ko'chira olmaylar buni. Shunchaki o'zinglar qo'linglardan kelgancha boshqacharoq qilib yeyoni ishlatib tuzinglar. Shunga yaqinroq bo'lsa ham bo'ladi. 5 ta gap. Yeyoga 5 ta gap va imnidaga 5 ta gap. Mana bunaqangi mana obrazets bor, bu yerda misol bor, to'g'rimi? O'shanga qarab bemalol shunga o'xshash gap tuzinglar. Ko'chira olmaylar lekin. Iga animnida 5 ta gap. Demak, umumiy 3 ta grammatika dedik, 5 ta, umumiy 15 ta gap. Har bitta o'tilgan 3 ta grammatikaga har bittasiga 5 tadan gap tuzasizlar. Yeyoga 5 ta, imnida 5 ta, iga animnida 5 ta. Umumiy 15 ta gap tuzar ekansizlar. Juda ham oddiy. Gaplar chunki uzun bo'lmaydi, mana bunday oddiy gaplar tuzasizlar. Vaqtinglar ko'p ketmaydi. Unda o'tirsanglar bir yarim soat tiqib qo'yasizlar 30 minutda. Mana bu so'z yozishi bilan. Agar juda cho'zilsa ham 1 soat, juda cho'zilsa-da u. Lekin bemalol qilib qo'yadigan narsalar. Ko'p vaqt olmaydi demoqchiman. Ko'p topshiriq emas demoqchiman, shunchaki. Xo'p, demak, topshiriqni albatta bajaringlar.
va menga shanba kungacha, shanba kuni yangi dars tashlanadi. To'g'rimi? Ikkinchi paragrafda o'tamiz shanba kuni. Xudo xohlasa shanba kuni sizlar bilan ikkinchi paragraf, mana bu igonin mo'yo degan mavzuni o'tamiz. Ikkinchi paragrafdan boshlab o'tamiz shanba kuni. Demak, shanba kungacha uyga vazifani tashlaysizlar. Uyga vazifa, birinchi uyga vazifa. Mana bu so'zlarni yozib, ma'nosini, o'zbekcha ma'nosini daftaringlarga yozib, rasmga olib tashlaysizlar. Birinchi uyga vazifa. Uyga vazifalar bo'limiga tashlaysizlar. Shanba kungacha. Ikkinchi uyga vazifa. 3 ta grammatika iye yo imnika imida, igani imida. 3 ta grammatikaga har biriga 5 tadan umumiy 15 ta gap tuzib, daftaringlarga yozgan gapinglarni rasmga tushirib tashlaysizlar. Umumiy 2 ta uyga vazifa. Birinchisi so'z tarjimalarni yozib rasmga olib tashlaysizlar. Ikkinchi uyga vazifa ko'rinadigan qilib tashlanglar, chunki men uyga vazifa tekshirayotganda ko'rinmasa, menga ham g'alati bo'lib qoladi. Ikkinchi uyga vazifa gaplar tuzib, har bir grammatikaga 5 tadan rasmga olib uyga vazifalar bo'limiga tashlaysizlar. Qachongacha? Keyingi shanbagacha. Seshanba kuni dars tashlasak, shanba kungacha uyga vazifani tashlab qo'yasizlar. Demak, salomat bo'linglar, xudo xolasa. Demak, bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz. Sog' salomat bo'linglar, xudo xolasa. Shanba kuni ikkinchi paragrafni o'tishimiz kerak. Uyga vazifalarni vaqtida qilinglar. Xudo xolasa bir oyda biz mana shu kitobni o'rganamiz. Agar hammasini qilsanglar, bir oy aytib qo'yay, tez o'tib ketadi. Vaqt juda ham tez o'zi. Hamma topshiriqlarni qilib kelsanglar, bir oy ichida ancha o'zgarish sezasizlar. Agar qilmasanglar, bir oy, 2 oy o'tib ketadi, o'zgarish sezmay qolaverasizlar. Ko'p bo'lgan unaqa holat bizda. Boya aytdim. 10 ta odamdan 2 tasi yaxshi o'qib qoladi dedim. Xohlayman sizlarni hammanglar mana shu top 5% ichiga kiringlar. Xohlayman shu eng top o'quvchilarim bo'linglar hammanglar. O'shanda sizlar yutib chiqib ketasizlar. Investitsiya qilinglar uyga vazifani, o'zinglarni tilinglarni rivojlanishiga plyus olib keladi. Hayotinglarda ham plyus pozitiv narsalar o'zgarish boshlaydi tilni bilsanglar, to'g'rimi? Hozir qiynalib yurgan odamlar bor. Harakat qilinglar. Men aytgan ishlarni qilinglar. Xudo xolasa 2 oy ichida shunaqangi o'zgarish sezasizlar. Ancha yaxshi gapiryapman deb qolasizlar, xudo xolasa. Demak, albatta qilinglar, shanba kungacha tashlanglar va keyingi darsda sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' salomat bo'linglar.